Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, sog'omon yuribsizlarmi? Sizlarga 4 kun Beruniy 50 kala Xorazmda yangilikni yetkazib borishda davom etamiz. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Beruniy go'sht markazini yetib kelamiz yurtdoshlar. Ya'ni Umirbek akamizning qassobxonasiga kelamiz. Yurtdoshlarim uchun ertaga xudo xolasa 27-mart kuni juma aksiyasini qo'yib beraman G'obekda. Xudo xolasa Umirbek akam aytibdilar. Xayrli bo'lsin, barakalla bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Xudo xolasa ertaga juma aksiyamiz o'z yo'lida davom etadi. Shu ko'rib turgan gigant mollarimizni ertaga xalqimizga 100 ming so'mdan qo'yib beraman. Xudo xolasa 100 ming so'mdan sotaman deysizmi? 100 ming so'mdan. Nem bir yeri bor, xudo xolasa. To'y yaxshi kun atatirman deylarga 50 kilodan oranda 95 ming so'mdan qo'yib beraman. 50 kilodan ziyod go'sht olaman men, yaxshi kun to'y etaman deylarga yurtdoshlar 95 ming so'mdan. Qozonga xudo xolasa 7dan kechki 7gacha go'sht bilan ta'minlaymiz xalqimizni. Yine mol bollari so'yiladi ertaga xudo xolasa. Mesini zo'rlari. Mesini zo'rlari xudo xolasa. Yine şu mallarni xudo xolasa sifatli go'shtini xalqimizga ertaga marhamat qilamiz 100 ming so'mdan xudo xolasa. Yine 2 mol so'yiladi xudo xolasa. Zo'r. Orqalari bilan ko'rsin jonivorni. Yine mol gullab ketgan-ku. Zo'r. Xudo xolasa bizning manzilimiz har doim yurtdoshlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani, Beruniy go'sht markazi. Bu yerdan kelsanglar Beruniy yozuv tarafdan, To'rtkul tarafdan kelaverishdi yurtdoshlar. Bilasizlar, metan bor. Metanni doğrusunda Beruniy go'sht markazi. Bir Urganch Povorot deb aytiladi. Urganch Povorotga yetmasdan burun Urganch Povorot svetoforini bo'yinda yurtdoshlar Beruniy go'sht markazi. Ona ham tarafdan kelsanglar Nukus yo'li tarafdan Beruniy Go'rtli ichidan kelaverishdi yurtdoshlar. Chalishab Urganch aylanmaysizlar. Doğru o'tasizlar. Xorazm Gamburg shuni yong'inasida yana Beruniy go'sht markazi xudo xolasa. Ekranlardan telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz xudo xolasa. Ertaga 300 sifatli mollarimiz Beruniy go'sht markazida sifatli go'sht sotiladi xudo xolasa. Ichkariga kiramiz, yangiliklar juda ham ko'p. Bismillah. Mana. Asal kimi haqiqatan ham yurtdoshlarga tuyoq desanglar tuyoqlar bor. Marka tuyoqlar, tozalangan tuyoqlar. Gigantlari. Qorin tuyoq postiyanli bo'ladi ag'a. Qorin tuyoq postiyanli bo'ladi bizda. Tuyoq necha so'm? Tuyoqlarga bek 80 lik ham bor, 100 lik ham, 120 lik ham yana. Buqani tuyoqi haqiqiy ne? Ko'rib turibdilar yurtdoshlarimiz. Yine tuyoqlar. Bular kichkina tuyoq emas, ikkini yerdan birini qo'yarsan bu tuyoqlar. Avan. Yine tuyoqlar. Haqqani yine qarlarımız. Qarın 100% çisti, tozalangan. 40 ming so'mdan beri tutmuş bularni. Yine. Xolades bor. Xolades hesabda postiyan 50 ming so'm bo'lib turibdi hozir. Xo'p, xudo xolasa ijjondan boshlaylik ag'a. Bas. Bizani trendga chiqargan ijjonimiz xudo xolasa Umirbek akam bilan har doim deb bilasizlar. Tayyor ijjon shashlik. Moy o'pkachilar uchun uyda yaxshi kunda oila a'zolarimga shashlik yediraman degan og'alarim uchun tayyor ijjon ina. Pripravasi berilgan, duzi berilgan, piyozi berilgan, marinovka etilgan. Priyami sihat chuvka o'tirib yesanglar bo'ldi, tayyor. Bu yerda g'ijduvon bor. Bu toza reaksiyali g'ijduvon. 1 gram non qo'shilmagan yog'i. Non umuman qo'shilmagan yurtdoshlar bu g'ijduvon. Ina. Yurtdoshlar. Chistimo qorani g'ijduvoni. Zo'r. Ina g'ijduvon. Xudo xolasa kelasizlar, xohlasangiz ijjon shashlik o'zlaringiz. Jallar Og'abek 80 ming so'mdan bo'libdi. Mes 80 ming so'mdan. 80 ming so'mdan. Ertaga jumada ya ko'mir ya uksuzini qo'shib ber. G'ijduvon 5 kilo 1 kilo bo'libdi. Kilosi 6 kilo oladilar, 5 kilo 90 ming so'mdan pul beradilar. Xola kiloga 90 ming so'm. Hozir 5 plus 1 bo'ladi, to'g'rimi? 5 plus 1. 5 kilo olasizlar 90 ming so'mdan g'ijduvon, yana 1 kilo qo'shib beriladi. Gününün farkı yok. Bunun gününün farkı yok. Çeklenmeyen miktarda bo'ladi. Shunda 6 kilo oladilar, 5 kiloni pulini to'laymilar 90 ming so'mdan. 90 ming so'mdan yine yurtdoshlar shashliklar sochni, moshni xudo xolasa chuvda oqib qolmaydimi bog'a? Veja garantiya. Sentana javob deydiz-ku. Yana. Bizda hech qachon bunning ne bo'lmagan bo'lmaydi ham. Yine yurtdoshlar xudo xolasa sipeta pul beradilar. G'ijduvondan yeb ko'rishib, mangal bir narsalarni tashkillashtiramiz endi. Xudo xolasa qo'yib, xudo xolasa dukanimiz ochilishi bo'ladi. 1 yil bo'ladi ochilganini. Xudo xolasa shunda hammasini ko'rsatib beramiz. Ya'ni Beruniy go'sht markazi 1 yilga tez xudo xolasa 1 yoshga to'lishi munosabatidan. Xudo xolasa. Endi kusko o'ylab qo'ying. Kusko steklar bular. Prosta 40 kamasında kansanın işet koyuyor. Zo'r. Yani kuskoylan 140 ming so'mdan beri tutmaz yani. Viruskami? Yine pişt tuttu bular. Eng yumshoq joyi. Yine steklar. Yine. Necha so'mdan baho xudo xolasa? Kuskoy 140, bergilar 135 stek. 135 stek, 140 ming so'mdan viruskani kusko o'yi xudo xolasa. Zo'r.
Tavuklar ne tavuklar? Bu 60 min so'm zuborka bular Agabek. Tavuk göğsü yurttaşlar şaşlık. Zuborkasi bu. Zuborka. Atxot gram yok mu? Gram atxot ötmedi mi? Hamma atxot Zor. alınadi. Buncha so'mda Bular 60 min so'm. 60 ming so'mdan tavuk. Ebedeyne Dilla 110 mindan bo'p turibdi. til bor, til. 110 ming so'mdan kilosi. Gigant dillar. O'zimizning molli dillar hammasi. Gap yo'q. Dilla. Ebede sinikiristlar bor. Bular 90 mindan sotib turibdi boshqa kun Agabek. Avan. Xudo xolasa ertang bularni 80 min so'mdan aksiyaga sotib chiqarib beramiz. Oho. Suyak qani uni? Chunki shu o'rtada birozgina deyib o'tadi qochib. Zo'rlagan. Gap yo'q. Uni to'shlab olgan. Bular o'zi 100 min so'm sotib turibdi bular. Avan. Ertang xudo xolasa 90 min so'mga tushiramiz. 90 ming so'mdan. Turib kelalang turib kela. Turibchilar Agabek bular 80 min so'm bulayni. 80 ming so'mdan 65-70% go'sht oladi buni. Zo'r. Kilo 80 ming so'mdan yillik go'shtlari xudo xolasa. Bu iminli variantlari bor. Shepki kerak mana go'shtni vazn degan odamlar uchun 30 mingdan beraman bularni. 30 ming so'mmi? Shepki uchun qayishni zo'r bo'ladi. Zo'r. Ajoyib xudo xolasa. To'shsa bayna xudo xolasa. Yine to'shsa. 90 ming so'mdan yana. Grudinka. Yine. Evet. Zo'r. Xudo xolasa shunday sifatli go'shtlar. Qaranglar. Sipata pul beraveradilar. Bir canımız bor. Pilimen, gömme, bebek, mantı, somsalık var. 100 ming so'mdan bu. 100 ming so'mdan yurtdoshlar yog'i juda ham kam bo'ladi. So'm go'shtni shunday chiqarib beradilar do'stlar. Qaranglar. Yine. Go'shtni ko'rsang, qara kesak. Yine go'sht, haqqani o'kiz go'shti, go'sht tanigan biladi mana yana. Avon. Yine go'sht. Ajoyib. Yana. Yani ishunni vazlarayna. Muramurayna go'sht. Yana. Muramur. Xudo xolasa shunday sifatli go'shtlarni ertang juma aksiyasida 27-mart kuni kelasizlar Beruniy go'sht markazida 100 ming so'mdan sifatli go'sht olib ketasizlar. Umrbek amiz shaxsan o'zi shuda bo'ladi. Xudo xolasa xalqimizga sifatli go'sht marhamat qilamiz. Gap yo'q lekin Umrbek aka xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin. Xudo xolasa juma aksiyasida hamma yurtdoshlarimizni kutib qolamiz. Bizda faqat sifat yurtdoshlar Beruniy go'sht markazida kelaverasizlar. Ramazonli sifatli go'sht yeyman degan odam. Go'shtni dana-g'alla ichavergasin. Yurtdoshlar hammani kutib qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Videolarimizni like va bosib qo'yinglar. Sizlar uchun xizmatdamiz.